Men Aziza Zuhra Ma'ruf qizi Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 1996-yil 23-dekabrda tug'ilganman. 2019-yilda Navoiy davlat pedagogika instituti bakalavriati va 2021-yilda Navoiy davlat universitetini magistratura bosqichini tugatganman. 2021-yildan hozirgacha Buxoro davlat universitetida kafedra o'qituvchisi bo'lib ishlab kelaman. 2024-yildan boshlab Buxoro davlat universitetida tayanch doktorantman va 2026-yilga kelib raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida himoya jarayonini o'tkazdim. Ilmiy ishim bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitda issiqlik va namlik o'tkazish jarayonlarini sonli modellashtirish mavzusida ilmiy rahbarim texnika fanlari doktori ustoz Nurmahmad Ravshanov bilanlar u kishi bilan birga faoliyat yuritdik. Birga yordamlashib ancha yordam berib shu darajaga keldik. Dolzarbligida masalan qishloq xo'jaligi mahsulotlarida aynan biz obyekt sifatida don mahsulotlariga qaratilgan, ya'ni don mahsulotlarini agar namlik va issiqlik noto'g'ri tarqalishi oqibatida don mog'orlash, o'zimiz tilda mog'orlash, ya'ni o'z-o'zidan qizib ketish, namlik ortib ketishi, shunaqa jarayonlar bo'lib, ya'ni bu sifat ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun to'g'ri temperatura va namlikni to'g'ri tarqalishi, ya'ni donni uzoq muddatga saqlash, quritish jarayonlarini ko'rish uchun dolzarb hisoblanadi bu. Barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlariga. Demak, matematik modellar qurildi va uni analitik etish murakkab bo'lganligi uchun uni sonli usullarga o'tkazib, sonli usullarni keyin dasturiy mahsulot yaratilgan. Ilmiy yangiliklarimiz, masalan, issiqlik va namlik o'tkazish jarayonlarini hisobga olgan holda, ya'ni to'g'ri tarqalishini hisobga olgan holda matematik modellar ishlab chiqilgan va shu matematik model asosida sonli algoritm qurilgan va ichki biofizik manbalar, ya'ni boya aytgandek mog'orlashlarni inobatga olib, yana ikkinchi takomillashtirilgan matematik model qurilgan, unda ham sonli algoritmlari yaratilgan. Xorijiylardan ko'pincha Lyuk Tixanov ko'p xorijiy olimlarning ishlarini ko'rganmiz. Aynan Lyuk modeliga ko'proq e'tibor qaratilgan. O'zbek mahalliy olimlardan esa o'zimizda masalan Mamatov bor yoki o'zimizda Xo'jayev, Shadmanov kabi olimlarimiz ish olib borgan, shularning ishlariga ko'proq e'tibor qaratganmiz. Parpiyev, Mamatovlar bor. Masalan, o'zimizdagidan kelib chiqayotgan bo'lsak, masalan, Xo'jayev domla dastlab ikki o'lchovlik naqasini ko'rganlar va uni namlikni istochnik sifatida qabul qilganlar. Shadmanov esa namlikni alohida tenglama sifatida qaraganlar, quyosh radiatsiyasini inobatga olganlar. Lekin ularda ko'pincha paxta bunti obyekt sifatida qaratilgan. Bizani modelimizda ham paxta bunti istalgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun bo'ladi. Aynan men don mahsulotlari obyektga qaratilganman. Keyin mog'orlash, o'z-o'zidan qizib ketish yoki mog'orlashni inobatga olish uchun qo'shimcha parametrlar qo'shilgan bizda. Qiyinchiliklar shu eksperiment o'tkazishda endi to'g'ri beryaptimi, natija to'g'rimi, yo'qmi bashoratlash uchun ko'proq eksperiment o'tkazdik. Endi qiyinchilik ham bo'lmaydi. Ustozim, ilmiy rahbarim hamma narsaga ko'maklashib, ilmiy rahbarimdan ko'p so'radim, uncha qiyinchilik duch kelmadim. Ilmiy tadqiqotda 3 ta joyda, ya'ni dastlab Buxoro don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatida o'tkazdik. Keyingisi esa Kogon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati va Oltin boshoq NJJ, ya'ni masala cheklangan jamiyatda o'tkazdik. Bu yerda dastlab mehnat samaradorligini 7% dan 9% gacha qisqartirish holatlari ko'rildi va bashoratlash aniqligi 12% dan 16% gacha oshdi. Ayollar naqasiga keladigan bo'lsak, juda yaxshi sharoit bo'ldi. Men ilmiy faoliyatim borasida ayol kishi deb qaytanga yengilroq o'tdi. Sharoit juda yaxshi. Bunaqa texnika sohasida teng bola ayollarga endi kirib kelyapti. Juda yaxshi sharoitlar. Juda yaxshi o'tib keldik. Qo'shiladigan tavsiyam to'g'ri mavzu tanlash, yaxshi ilmiy yangiliklarga, xalqimizga, jamoatimizga kerakli mavzularda va kerakli ishlarni qilishlarini taklif beraman. Buxoro davlat universitetida ham she'rda zash taqib ketgan ustozlarimiz bor. Endi tavsiyam qildilar, lekin kelib o'zim ham juda ko'p narsalar o'rgandim ancha. O'zim bilganimdan yana ham ko'proq narsalarni o'rgandim. Shundan xursandman. Qolganlarga ham she'rda qilishda tavsiya qilardim, faoliyat yuritishda. Kelajakda yana shu mavzuda
takomillashtirgan holatda davom ettirmoqchiman. Bu yerda real omborlarda yana ham takomillashtirib, yana ham chuqurroq parametrlarni o'rgangan holatda yana ham rivojlantirishga harakat qilamiz.